2025-yilda eng ko'p sotilgan Cherry crossoveri Tiggo 7 Pro 2026-yilga kelib restaylingga uchradi. Nimalar o'zgardi? Keling bugun bir ko'rib chiqamiz. Endilikda siz Tiggo 7 Pro hamda Tiggo 8 Pro'larni old tomondan ajratishga qiynalasiz. Chunki Tiggo 7 Pro xuddi 8 Pro'ga o'xshab, old reshotkasi va optikalari o'xshash qilib ishlandi. Orqa optikalari ham monoqo'sh uslubida qayta ishlandi. Salon qismlari esa jiddiy o'zgarishga uchradi. Rul, old torpedka, old konsol Tiggo 8 Pro'ni eslatadi. Korobka joystiga esa xrustal uslubida qayta ishlandi. Old panelda karbon elementlarini ko'rishingiz mumkin. Eng katta o'zgarish esa oldin variator korobkada chiqqan Tiggo 7 Pro endi robot korobkada chiqa boshlaydi. Yagona o'zgarmay qolgan joyi bu narxi. Hurmatli do'stlar, ushbu mashinani siz Cherry ADMAS'li rasmiy dillik markazidan naqd 25 million so'm foydasi bilan, ya'ni 274 million 900 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Mashinani kelib reallik haydab ko'rish uchun, test drive qilish uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki-da avtosalonimizga tashrif buyuring. Salonimiz adresi Kogon Geofizika Emir restorani ro'parasida.